So'qoqqa ko'k somsa uchun chiqmaganlar hech ham afsuslanmanglar. Ishoninglar, uyda tayyorlangan somsaga so'qol somsani 10 tasi qo'shilib ham yeta olmaydi. Tayyorlashga 20 daqiqa ketdi desam ishonasizlarmi? Ishonmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Ishtaha ochilib, darrov tayyorlashga kirishasizlar. Bismillohlarni olamiz, yuvib, tozalaymiz. Bitta piyoz va bitta kartoshka mayda qilib to'ralgan bo'ladi. Bismillohlarni to'rab qo'shamiz va bir bo'lak sariyog' qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Sariyog' bo'lsa somsaga ajoyib ta'm beradi. Ta'bga ko'ra tuz va ismillohlarni yaxshilab qo'lda o'ldirib olamiz. Ana endi xamirning asosiy siriga o'tamiz. Qarsildoq chiqadigan og'izda eriydigan xamirning siri aynan mo'za xamirlarida edi. Yarmining o'zidan ikkita o'rama somsa chiqadi. Yupqa qilib yoyib, yoyilgan xamirni ham teng ikki bo'lakka bo'lamiz. Nachinkamizni solib, ikkita chetini yopib, tugib chiqamiz. Tuxum sarig'ini suramiz, kunjut yoki sedana solib, qizib turgan gaz pechiga 30-35 daqiqaga jo'natamiz. Va aynan shu joydagi ifor butun oshxonangizni tutadi. Quvvat manbai bo'lgan ko'k somsadan organizmingizni to'yintirib oling. Tabiat ne'matlaridan ayni mavsumida foydalanmagan ma'qul. Chiroyli qilib dasturxonga tortish qoldi xolos. Yoqimli ishtaha.